Assalomu alaykum barchaga. Ismim Samandar. Q-Study tashkilotida asosiy menejer bo'lib ishlayman. Xo'p, 4 yildan beri ta'lim sohasidaman. Endi bu ta'lim sohasida juda ham ko'p up and downs ko'ramiz. Har xil yangiliklar, ko'pincha ko'p bolalar tajriba quyonchasi ham bo'lib qoladi. Nima deymiz? Har xil grantlarda ajratish, boshqa agentlar orqali o'qishga kirish hamda vaziyatlarni chalkashib ketilishi, shu narsalarni ham guvohini ko'rganmiz. Endi hammada xato kamchilik bo'ladi. O'zim ham doim xato qilmaslikka harakat qilaman. Xo'p, sal video ko'proq bo'ladi, chunki juda ham ko'p ma'lumot aytmoqchiman. Bizning tashkilot, Q-Study tashkiloti, menimcha O'zbekistonda yagona rasmiy tashkilot firma to'lovi, ya'ni servis uchun konsalting to'lovi olmaydigan tashkilot hisoblanadi. Yuzlab o'quvchilarni har yili o'qishga jo'natamiz. O'zbekistonda o'zimiz auditoriyamizga egamiz. Asosiy ishlaydigan universitetlarimiz bizdagi Malayziya, Singapur hamda Yevropa davlatlarida. Lekin unaqangi o'zimiz ham ishonmaydigan va'dalarni berib, studentlarni o'qishga jo'natmaganmiz. Hammasiga to'g'ri taklif berib, o'zini yo'nalishiga qarab turib, mos keladigan universitetlarga joylash bilan shug'ullanamiz. Xo'p, birinchi o'rinda aytadigan narsam, menimcha grantda o'qish shaxsan o'zimga ham yoqadi. Juda ham ko'p studentlar reklamaga ishonib, 1 yil bu yerda, 3 yil u yoqda o'qing, har xil reklamalarni ko'rib, shunga ishonish tufayli tajriba quyonchasi bo'lib qolganini ko'p shaxsan o'zim ko'rdim shu ish faoliyatim davomida. Demoqchi bo'lganim, grant beradigan davlatlar bor, ayrim davlatlar, lekin doimiy emas. Grant o'zi birinchi maqsad. Xo'p, grant berilishdan u yerda davlat manfaat ko'rish kerak albatta, qaysidir davlat bo'lsa ham. Grant asosan qaysidir davlatda xalqaro studentlar kamayib ketgan bo'lsa, ana shu davlatga e'tiborni tortish uchun, e'tibor qaratilishi uchun grantlarni berib, har xil marketlarga o'zini yo'nalishini ochadi hamda grant beradi va bu haqiqiy grant hisoblanadi. Lekin hozir juda ham ko'p kompaniyalar o'quvchilarni yolg'on va'dalar bilan bu yoqqa borib $1000 oyliging bo'ladi, bunaqa, viza 100%, shunaqa, menga buncha to'laysan, grant. Lekin bunda o'ylab qarasak, agarda u grant bo'lsa, siz nimaga pul to'lashingiz kerak? Servis yoki mana shu ishingizni hal qilib berish uchun nimaga grant uchun pul to'lanishi kerak? Bu birinchi masala. Masalan, men o'zim studentman, IELTS'im bor, maktab baholarim yaxshi, testlarda hamma bahoyim 5. Grant uchun unaqa baho bilan menimcha birovning yordami kerak emas. Shaxsan o'zim internetda o'rganib, sun'iy intellekt bilan gaplashib, tushunmagan joyimga hal qilishim mumkin bunday holatlarda. Lekin grantni uchun, yana nomi yo'q universitet, men 4 ta 5 ta universitetni bilaman, ular nomini aytsam ertaga aniq menga telefonga aloqaga chiqishsa kerak. Biz universitetimizga hech qachon kelmagansiz, qayerdan bilasiz? Bunaqaligini yolg'on ma'lumot tarqatmang deb turib, lekin men ularga savol bersam, menga javob topisha olmaydi hech qachon. Ana shu universitetda 1 yil o'qib, Yevropaga yoki Amerikaga o'qishni ko'chirgan talabang bormi? Birorta muvaffaqiyatli application bo'lganmi desam, bor deydi. Rezultatni ko'rsat, o'zi bilan gaplashtir desam, student bilan gaplashtirishga qanday yo'l qo'yaman men siz deydi. Meni yo'g'onlab qo'ysangiz-chi deydi. Yo'q, misol menga buni qizig'i yo'q. Prosta o'zi aytdimi, o'zi isbotlab bersa, u narsa boshqa gap. Grantga jo'natamiz, bunaqa. O'zimni ham tanishlarim bor, shunaqa bilan shug'ullanadi. Men hech narsa deya olmayman. Qilayotgan ishing noto'g'ri deya olmayman, sababi endi o'zini topayotgan puli. Lekin universitetda, hattoki o'zimiz ham o'qishni xohlamaydigan universitetga birovni qurbon qilib jo'natish menimcha bu yaxshi fikr emas. Chunki ta'lim orqali juda ham ko'p zarar yetkazish mumkin bolaga. Chunki u yoqda hali qanaqa bilim bilan qaytib keladi O'zbekistonga. Masalan, meni asosiy marketim Malayziya, Singapur, Yevropada bir ikkita davlat bor. Mana shular bo'lsa, qolgan marketlarga tegmayman, sababi mavzusini tushunmayman. Aytaman, menda shunaqa variant bor, shu universitetlar mana shunaqa bo'ladi, kontrakt asosida bo'ladi o'qish, yoki birinchi yiling grant, ikkinchi yildan universitetda o'zida majburiy o'qishing kerak deb aytaman. Sababi hech qaysi universitet xorijiy fuqaro uchun o'z yonidan investitsiya qilmaydi. Hattoki kerak bo'lsa o'zimizni qarindosh urug'larimiz, o'zimiz jiyani uchun
investitsiya qilmayotgan paytda nimaga boshqa davlat siz uchun investitsiya qilishi kerak? Va bitirgandan keyin diplomingizni olasiz ketasiz. Yo'q, unaqa narsa yo'q. O'zbekistonda ham agarda siz o'qib, yaxshilab, tayyorlanib, kursma-kurs qanchadir pul sarflab turib universitetga kirsangiz, agarda grantga kiradigan bo'lsangiz, universitetni bitirgandan keyin ma'lum bir muddat diplomingizni sizga universitet qaytarib bermaydi. Ushlab turadi o'zida. Chunki davlatga qanaqadir foydangiz tegishi kerak. Kontraktda o'qisangiz muammo yo'q, sizga sразу qaytarib beradi. Endi nimaga sizga chet el davlati tekinga o'qitib, hamma narsani tekin qilib berib, yotoqxonani ham tekin qilib beradi deydiganlari bor. Shunaqa zo'r va'dalar beradi, lekin o'zini jiyanini jo'natmaydi o'shoqlarga. Shunaqa deydi, tekin, lekin xarajatingiz 4,5 ming dollar. O'zi tekin narsa-yu. Keyin u tekin narsaga ingliz tilida hello, hi, how are you deyishni bilmaydigan odamni jo'natishda nima keragi bor? O'zi kallasi dum bo'lib yotibdi, ingliz tilida gaplashishni bilmaydi, grantga kirding desa, ota-ona xursand, meni o'g'lim chet elda grantda, meni qizim chet elda mana shunaqa degan universitetda grantda o'qiyapti desa, ulardan xursand odam yo'q. Tangan orqa tomonni qarasa, universitetni nomini Google ga yozsangiz, hatto Google ko'rsatmaydi-da. Qanaqa ma'lumot borligini topolmaydi. Ya'ni kamiga 10 mingtalik turmaydigan universitetda bizning universitetimiz mana bu ranking bo'yicha dunyoda top 100 talikda. Diplom O'zbekistonga 100% o'tadi deydi. Bu haqida belgilangan qonun bor. Agarda universitet 1000 talikda bo'lmasa, O'zbekistonda davlat tashkilotlarida hech qayerda ishlab bo'lmaydi. Xususiy tashkilotlar ham band nima qilishi, отказ qilishi mumkin. Qabul qilmasligi mumkin. Qonunchilik bo'yicha bu yerda ish yuritiladi. 1000 talik o'tmagan bo'lsa, diplomda notifikatsiya qildirish kerak, imtihondan o'tiladi. Keyin siz talabga muvofiq odam deb hisoblanib, biror bir ishda ishlashingiz uchun diplomingiz yaroqli deb topiladi. Agarda 1000 talikda o'qimasangiz. Agarda 1000 talikda bo'ladigan bo'lsa, kuchli universitetda bo'ladigan bo'lsa, bundan muammo yo'q. Bemalol har qanday joyda mana shu universitetni bitirganman siz boshliq ham ko'radi, qanaqa universitetga o reytingi buni top 200 talikda ekan desa, bo'ldi bizga keraksiz, qancha maosh taklif qilay deydi. O'zi sifatli mahsulot hech qachon reklamaga muhtoj emas degan gap borki, xuddi shunaqangi narsa. Endi grantni yutdingiz, bordingiz, aeroportda qolib ketishingiz ham mumkin. Kim kutib oladi bilmaysiz. Shuncha pul sarfladingiz. Borgandan keyin bu yerdagi holatni ko'rasiz. Klassda faqat o'zbek o'quvchilar ingliz tilida so'zlashishni bilmaydi. O'qituvchining o'ziga ingliz tili kerak. Shunaqa joyga o'qishga kirib olgansiz. Endi qarang. Bu yerda grantda o'qigandan ko'ra o'zingizni pulingiz bor, ota-onangiz support qila oladi, sizni yana qo'llab-quvvatlay oladi, pul tomonlama. Boshqa arzonroq variantlarga ketsangiz bo'ladi-ku. Unaqa variant juda ham ko'p. Hamma davlatda bor. Eng qizig'i grantlarni bu yerda agentlar sotyapti. U yoqqa borgandan keyin ingliz tilini bilmaydi. Ingliz tilisini bilmasa qanaqa qilib grantda o'qish mumkin? O'zbekistonda grant yo'q-ku, to'g'rimi? Bu odam va'dalar, bunaqa 1 yildan keyin sertifikatini olasan, ketasan, xohlagan mamlakatingga jo'natamiz deb. Hey, hello deyish kerak. Men o'zim bilgan Malayziya davlatida 1 yil o'qiganingizdan keyin tekinga o'qisangiz sertifikatingizni bermaydi. Hamkasblarim bo'lsa ham sertifikatni bermaydi. Sizni nimaga tekinga o'zi investitsiya qilib turib, shuncha ish qilib turib, o'qituvchilarning oyligi, boshqa narsalar ular chetga qoldirib turib, nimaga sizni tekinga o'qitib turib sertifikatni berish kerak? Kamiga ingliz tilini ham bilmaysiz. Bunaqa narsa hech kimga yoqmaydi. Sizni o'qitadi, u yerda shartnomani o'qib chiqish kerak. Agarda foundation yerda Malayziyada o'qisangiz 1-yilda, 2-yilda mana shu o'zimiz universitetda majburiy tarzda davom ettirishingiz kerak. Agar davom ettirmasangiz sertifikat berilmaydi deydi. Shunaqa joylari bor. Uni o'qib chiqmaydi student hech qachon. Xo'p, lekin o'qidi 1 yil, sertifikat berdi qo'liga. U sertifikat chet elga o'tmaydi. Malayziyada ham asosan ana shu sertifikat bilan tekshirsa, kerak bo'lsa eng kam 30% universitet qabul qilmaydi uni. Eng kami kuchli universitetlar A4 sal qattiqroq qog'oz ekan deydi. Bo'ldi, shu bilan o'qiganingiz ketdi. O'shuning uchun videoda aytmoqchi bo'lgan 2-3 ta maslahatim. Birinchisi, agarda meni hamkasbim yoki bunaqa ishda ishlaydigan bo'lsangiz, ko'rib turgan bo'lsangiz, odamlarga noto'g'ri va'da berishdan ko'ra, ular to'g'ri yo'lga joylashishimiz kerak. Sababi
u yoqda o'qib kelgandan keyin o'zimiz davlatga hissasi qo'shadigan bo'lsa, boshqa davlatdagilar ham qanaqa davlat ekan deb qiziqadi, rivojlangan davlat ekan deydi. Chunki menimcha yetar, qachongacha boshqa davlatni orzu qilamiz, mana shu davlatga borgim keladi, o'qigan manaqa deb. Qachongacha bizga kelishmaydi, faqat biz orzu qilamiz. Agarda o'qishga yaroqli student bo'lsa, uni kuchliroq universitetga joylab turib, puli, mablag'i yetadigan. Chunki har doim bir narsa qilish uchun sarmoya kerak. Agarda puli bo'lmaydigan bo'lsa, bakalavrda shu yerda o'qisin, o'zimizda sharoit bor, qanchadir miqdorda pul ishlasa bo'ladi, bo'sh vaqtida to'plab turib, oiladan qo'shgan pullari bilan bemalol magistraturani o'qisa bo'ladi. Magistraturada ham ko'p ishni qilib olish mumkin. Bakalavrni menimcha agarda budjet tomonlama muammoingiz bo'ladigan bo'lsa, chet elda o'qimaganligingiz mumkin. U sizga zarari yo'q narsa. O'zbekistonda ham o'qisa bo'ladi. Yaxshi universitetlar bor yo'nalish bo'yicha. Xo'p, ikkinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, 100% grantni olgan o'sha universitetingizni tekshirib ko'ring. Yokida ana shu konsultant topshirib bergan bo'lsa, ana shu konsultantga ayting, mana shu yerda o'qiyotgan 3 kishi yoki 2 kishining telefon nomerini bering, bir-birini tanimasin iloji boricha deb turib oling. Haqqingiz bor, chunki siz servis uchun pul to'laysiz ularga. O'shalar bilan gaplashing, qanaqa ekan sharoit, nima qilish kerak ekan, qanaqa bo'ldi, o'zingiz o'qimoqchimisiz 1 yildan keyin, bu yerda yana qaytib, misol har xil savollar so'rashingiz mumkin. Endi u o'zingiz ixtiyoringizga egasiz qanaqa savol so'rasangiz ham. Endi men har doim student topshirmoqchi bo'lsa, maslahat beraman. Xohlasang, universitet vakili bilan Zoom uyushtiramiz. Agarda ishonmayotgan bo'lsang, servisga pul to'lamayotganingga universitet vakili bilan Zoom uyushtiramiz. O'shanda gaplashib, xohlagan savolingni so'raysan. O'shandan keyin topshirsang, men senga yordam bergan bo'laman. Bo'ldi, men servisga pul to'lamaysan. Hattoki ayrim vaqtlarda studentlarimni aviabiletigacha kompaniya tomonidan pul beramiz. Ya'ni o'qishga topshirganda biz o'zimiz keladigan daromaddan qanchadir qismidan studentlarga mancha misolda cashback olding, mana miqdori shunaqa. Yoki aviabileting bepul bo'ladi. Mancha limit bor. Biznes klass ola olmaysan, ekonom klassda uchishing kerak. Chunki shunaqa holatlar bo'lganda, menga biznes klassdan bilet olib turib, pulimni qaytarib beringlar deydi. O'zim biznes klassda kam uchaman, to'g'risida. Undan keyin uchinchisi, chet elga o'qishga ketmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, ikkita maqsad bo'ladi. Birinchisi immigratsiya, ikkinchisi ta'lim. Immigratsiyadagilar deyarli hammasi pul topadi. Borish universitetda ularga hech qanaqangi farqi yo'q, boradi, o'qiydi, xohlagancha ishlaydi, pul topadi. Endi jamiyatda har qanday odam bo'lganligi uchun ularga biror narsa deya olmaysiz. Lekin puli bo'lib turib, bu yoqdan support yetarli, bilimli odam mana shunaqangi wrong universitetlarga kirib qolgandan ko'ra, mablag'ini to'g'ri tarzda sarflab turib, yaxshiroq universitetda ta'lim olsa bo'ladi menimcha. Bu narsani albatta iloji bor, agarda o'zida xohish bo'lsa. O'shuning uchun chet elga ta'limga ketyapsizmi, siz immigratsiyadan ko'ra birinchi o'rinda education yo'lini tanlang. Chunki educationingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, universitet sizni rag'batlantiradi. O'qiganligingiz uchun sizga scholarship o'zi ajratadi kontraktdan. Bu yaxshi harakat qilyapti. Mana shu odamga scholarship ajratsak, o'zimizga kerakli odam bo'ladi. International recruitmentga yordam berar, balkim o'zi studentga yordam berar deb aytadi. Agar immigratsiya bo'ladigan bo'lsa, qiladigan ishingiz faqatgina pul topish, maqsad yo'q, qaytgandan keyin birorta ishga erishmaslik. O'zbekistondagi 3-qatlamni ko'paytirishga olib keladi faqatgina. Menimcha, chunki men o'zimni boshlig'im aytgan bitta gap bor. If you cheat students on education, it's very bad karma. Tarjimasi, agarda studentlarda mana shu ta'lim yo'lida aldaydigan bo'lsang, bu juda ham qattiq qaytar dunyo. O'zing urish mumkin deb. Chunki bu yoqqa borgandan keyin har xil ta'limni olishi mumkin. Yokida eng qimmatli vaqti, eng qimmatli narsasi vaqtini sarflovchi odam siz bo'lib qolishingiz mumkin. O'shuning uchun harakat qilishdan to'xtamanglar. Yaxshi variantlar bor. Universitetda, masalan, budjet tomonlama qiynalmagan bo'lsangiz, lekin hali ham o'qimoqchi bo'lsangiz, grantlar bor ayrim davlatlarda. Bu hukumat tomonidan beriladi. Unga konsultant keragi yo'q. Chunki konsultant sizdan foyda olish maqsadida sizga yordam beradi faqatgina. Telefon qilaveradi. Bir kunda 10 marta, 15 ta ham telefon qiladi. Topshirasizmi? Yo'qmi boshqa narsa. Hali qabuli ochilmagan narsaga sizga telefon qilib, ertaga qabul yopiladi, bugun pul to'lamasangiz bo'lmaydi. Shunaqa gaplari bor.
O'shuning uchun bu narsalardan yiroqlashib, konsultantni o'zini tekshirish yo'llari bor. Konsalting kompaniyaning INNsini bor. Tagida 9 sonali raqam. Google'ga yozsangiz, INNdan tekshirsangiz bo'ladi. Budjetiga qancha pul tushgan, hamma narsani moliyaviy tarafdan tekshirsangiz bo'ladi-da. O'sha narsalarni tekshirib turib, bemalol aniqlik kiritib olsangiz ham bo'ladi kompaniyani tekshirishda. Google'ga kirib turib, reviewlarni ko'rsangiz bo'ladi. Universitetnikini hamda kompaniyani o'zinikini qanaqa fikr qoldirishgan universitetga topshirganligi uchun deb. Men o'zim shaxsan education yo'lida hech qanday student shit qilmaganman. Sababi meni tashkilotim O'zbekiston tashkiloti emas. Meni tashkilotim Malayziyaning tashkiloti. Juda ham ko'p davlatda ofisimiz bor. 1000 ga yaqin student jo'natamiz har xil davlatdan. Ayrim davlatlardan deyarli scholarship haqida so'rashmaydi. Sababi u yoqda ta'lim doim pul bo'lib kelgan hamda ta'lim uchun investitsiya qilishdan hech qachon ota-onasi qo'rqmaydi. O'shuning uchun ota-onalar ko'rayotgan bo'lsa ham bitta gap bor ingliz tilida. Do not spoil your child by sending them study abroad. Endi o'zbekchasiga aytadigan bo'lsam, ota-ona o'zingni o'g'lingni yo qizingni buzish uchun o'zing investitsiya qilib qo'yma degan gap bor. Tarjimasi menimcha shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zingiz o'qishga jo'natyapsiz, u yoqqa o'qiyapti, pul to'layapsiz, ishingiz yo'q. Bola narkotikka kirib ketdimi, har xil qizlar bilan yuradimi, boshqa narsa bo'ladimi? O'zingiz sponsor bo'lib qolishingiz mumkin. O'shuning uchun tanlayotgan universitetini yaxshilab tekshirib, topshirishdan oldin hamma narsasini ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman. Menimcha, chunki nimanidir maqsad qilishdan oldin albatta unga yarasha harakat hamda izlanish bo'lishi kerak. Faqatgina konsultant sizga topshirib berib, firmaga $1000 to'laysan, administratsiya vizingga 4000 ketadi. O'qishing tekin. Bunday o'ylab qarasangiz, o'zi 6000 ga yaqin pul ketib qoldi ketgunizcha. Undan ko'ra $3000 kontraktlikka 5000 gacha sarflab turib, yaxshi universitetda o'qisa yaxshi emasmi menimcha? Ta'lim uchun juda ham ko'p davlatlar bor. Iloji boricha yuqoriroqdagi universitet reytingga qarab turib, reyting tekshiradigan maxsus universitetlar shularga qarab turib, reviewlarni ko'rib turib topshirish kerak. Instead of applying to the universities which are not recognized in any part of the world. So, o'shinga o'qinglar, izlaninglar, o'zingizlarda biliminglar bilan grant ola olasizlar. Ingliz tilini o'qimasdan maktab baholi 3 bo'lib turib, u grant, u sotib olingan grant. Bu narsa bor bu sohada. Baribir bu video bilan biror kim xohlagan bilib turib qilishi mumkin. Xohlagan universitetga topshirib boshqa narsa qilib, lekin asosiy maqsad shu aytish, o'zimni sferamdagi, o'zim yo'nalishimdagi universitetlarda haligacha top universitetlar grant berganini men o'zim eshitmaganman. Unless they have perfect results. Agarda ularda zo'r bilim bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir yilni tekinga o'qitadi, lekin majburiyat qo'yadi. Mana shu yildan keyin ikkinchi yilda o'zimizda majburiy o'qishing kerak. Agarda sen faqatgina sertifikat uchun kelgan bo'lsang, kontrakt pulini to'laysan, sertifikatingni beramiz deydi. Ya'ni sarflangan resurs pulini qaytarib oladi. Shunaqangi narsa. Charchamanglar, 18 daqiqadan oshiqroq video bo'ldi. Ajratgan vaqtinglar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salom bo'linglar. Meni kuzatishda davom etinglar. Agarda shunaqa narsalar qiziqarli bo'lsa, podpiska bosib qo'ysanglar, ya'ni follow, obuna bo'lib qo'ysanglar ham bo'ladi.